Qadrli do'stlar, Mexanikskida 2 sotik 2 etaj yonidagi sotilibdi. Korobka holatda montajlar bo'lgan, divan patologlari bo'lgan. Uydagi polniy podval, aynalarni ham, eshiklarni ham qorasidan qo'ygan mana. Bitta mashina bemalol turadi bitta. Montajlar ham polniy qilib qo'ygan. Tashqaridan ham tushsa bo'lar ekan podvalga, uyning ichidan ham tushsa bo'lar ekan. Mana kirganda bu tomondan ikkinchi etajga chiqish, ba'dan podvalga tushish, podval tagi uydagi polniy podval, xohlagan odam bo'lib tashlasa, ag'am 3 xona, 4 xona uy bo'lar ekan. Bu tomonda bitta xona, polniy pishig'ishda qilingan ekan uy. Devorga plita tashalgan. Ba'da sanuzel mana. Ba'da yana bitta xona. Ba'da yana bitta xona. Hol qismi ham normalniy, keng katta ekan. Tepaga chiqamiz. Podvalda oshxona qilish mumkin, oilab o'tiradigan joy. Katta ekan, juda ham katta ekan. Bo'lib tashlasa bo'laveradi. Tepaga chiqqandan ba'da shunday reshotka qilinsa, batam hol qismi bolalar o'tirib dars yo o'ziga ofis qilsa bo'ladi. Tashqariga chiqqani shu, eshigi ham bor ekan. 75 ming deyapti, o'tib beraman deyapti. Patologlar bo'lgan, montajlar bo'lgan polni. Bitta xonasi bu. Ba'da bitta xona. Tepada 3 ta xona, bitta hol qismi, verandasi, sanuzel bor tepada alohida. Pastda 3 ta xona, bittasi oshxona bo'ladigan bo'lsa, ikkita bo'lmasa podvalga olib tushadigan bo'lsa, oshxonani pastda 3 ta, tevada 3 ta bo'ladi, 6 xona. Podvalni ham hozir ko'rsataman, juda ham katta ekan. Aqda ham bo'lib nimadir qilsa bo'ladi. Mana uydagi polniy podval. $75 ming deyapti, o'tib beradi. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'q bor. Yonida bitta chiroyli remont qilib ko'cha olsa bo'lardi. Mexanikskiy hozir qimmat rayon bo'lib ketgan. Yerlar narxi 15 ming bo'lib ketibdi bitta. Aytishlari bo'yicha. Shu